Hürmetlik vatandaş. Endiki leksiyemiz tüvendikidek buludu bugün çislağa 24. yıl 10. ayının 26. gün heptige şembe vatandaşım. Bu leksiye kandak buludu desiniz, mana mandak buludu. Ma kitapını gördünüz. Bu kitabın mavzusu yerim keçide, yoki keçide tutqun qilinishni kutish. Yerim kechi qo'shilib qoldi kechiringlar. Keçide tutqun qilinishni kutish. Tahir Hamid İzgil. Bu kitap Amerika Davlatlik Kitap Obzorchilari Jamiyatining John Leonard mukofotiga erishgan asari. Bu yıl 8. ayda Norvegiyada tunji qatim nashr qilindi Uyg'ur tilida. Tahir Hamid asli Uyg'urning yetak yosh shoirlaridan biri. Shundaqla Farhod Tursun qatorliq do'stlari bilan birga Uyg'ur jamiyatida avangardlar she'riyat salonini qurib chiqqan yoshlarning birisi vatandosh. O yigitimiz hozir bola chaqasi bilan Amerikada yashayotdi. Bu kitobni yozibdi, mavzu kechida tutqun qilinishni kutish. Bu kitobga bir qarasangiz, o'chirik deyishingizga to'g'ri keladi. Yoki oilaviy o'chirik deyishingizga to'g'ri keladi. Adabiyotning bir janri. Yana bir qarasangiz, doklad adabiyoti deyishga to'g'ri keladi. Yana bir qarasangiz, materiallashgan reallik yoki reallikni badiiy adabiy usulda materiallashtirish deb aytsangizmi bo'laveradi. Qaysi nuqtada aytsangiz shu nuqtaga barobar keldi, to'g'ri keldi vatandosh. Bu kitobni yozganda shoir yoki hozirgi bizning yetak faoliyatchi, siyosiy faoliyatchilarimizdan Tahir Hamid efendi nayt usulü qiladi. Masalan, buning ichida eng zarur bo'lgan badiiy yoki makonni bog'lashtirish. Adabiyotga makon zaman shakli bo'yicha makonni bog'lashtirish. Bu deganim, masalan, o'zi Urumchida boshlasa bir soqchi kelib ishni chekib, uning aytgan so'zi men sening nopusingni tekshirayman. Gap shuning bilan boshlanibdi. Bu voqea shuning bilan boshlanibdi, Urumchida boshlanibdi vatandosh. Anda kitapның bütün jarayoniga kirsangiz, bu voqea yani yerim keçide tutqun qilinishni kutish. Tutqun qilinishni kutish. Bu Urumchidan olqib chiqadi. Masalan, olqib chiqqanda yozuvchi Tahir Hamid bir Xotandagi ayni chog'da Qashqardagi turmada birga yotgan yataqdoshlar, savoqdoshlar degili bo'lmasa vatandoshlar. Vatandaşlarının ahvalını sürüş qilish orqali Urumchilik iborat bu makonni Xotandan iborat bu makonga bog'laydi vatandaş. Onundaki Turpandagi voqealarni qisqa berib tasvirlabdi ham Urumchini Turpandan iborat makonga bog'laydi vatandaş. Onundan keyin Qashqarda tutqun qilish. Hatta Qashqar xalqi aytibdiki, qiyomat qayum bo'lgan kundir. Bu ko'rinishni Qashqarda iborat makonni shu Qashqardan Urumchiga yetib kelgan Dilbar xonim orqali bir-biriga bog'laydi vatandosh. Shuna qilganda hozir bu asarni badiiy to'qilmasi bilan badiiy qurilmasi to'qilmayaptimi? To'qilmayapti. Badiiy qurilmasi so'zlayapman men sizlarga vatandosh. Demak, Urumchi bir makon. Urumchi makonni taraf-tarafdagi makonlar, masalan, Qashqar, Turpan, G'ulja va Xotandan iborat makonlar bilan birlashtirib, makon, zamon qurilmasi badiiy asar va buning sig'imchanligi sig'dirilgan Uyg'urning hozirgi realligi, Uyg'urning echinishlik realligi, Uyg'urning tragedik realligi, Uyg'urning turmushi kundalik va yillik va haftalik turmushi, Uyg'urning butkul hayoti, madaniyati va uning diniy e'tiqodi,
Uygur'un kurulması, milli etnik kurulması bugün Xitay müstemlikçilerinin zo'ravonligi ve onun diktatorisi aslında nemege duch keldi. Uygur cemiyeti qandaq tiniyotidi. Uygur cemiyeti qandaq yashayotidi. Uygur cemiyeti nemini ko'ryotidi, ko'rganlarini. Uygur cemiyeti his qilib yetalidimi? Muşularni ham Uygur xalqining oldiga tashlagandan boshqa bu kitobni ingliz tilida nashr qildirib, Tahir Hamid yozuvchimiz hozir butun Amerika, butun dunyo, ingliz tilli dunyoga bir fojia, bir makanda Uyg'uriston degan bu makanda yuz berayotgan fojia, milliy etnik qirg'inchilik, bir millatni millat sifatida yo'qotish, Uyg'ur sifatida yo'qotish. Masalan, yo'ldan kechganda o'tganda 2009-yili Tahir Hamid yo'ldan kechganda o'tganda zo'ravonlik qilayotgan Xitoy ko'chmanlari sen kim? Uyg'urmi? Sen kim? Men Uyg'ur. Shundan keyin Xitoy tepidigini tepib, urdigini urib, shoir, yozuvchi Tahir Hamidni dumbalab, ya'ni chivarlik bilan shu ordan qechib, qutulib chiqib, yana shu jamiyatdan qechib, qutulib chiqib Amerikaga kelgan bir Uyg'ur yoshning qalamidan chiqqan kitob vatandosh. Men bu kitobni adabiy asar bo'yicha yoki asosligi adabiy asardagi yig'inchoqlaydigan narsa bu adabiy asardagi go'zallik alomatlari va omillari nima? Adabiy go'zallik va badiiy go'zallikning omillari va uning qurilmasi nima deb tekshirish kerak va shu yo'lda baho berish kerak edi vatandosh. Lekin bu turmush, bu kitob tasvirlangan turmush, Uyg'urning turmushi siz buning go'zalligiga ufqun bilan kiradigan holat emas. O bir vahşilikning ichidagi turmush. O bir yo'qotish, halokatning girvidagi turmush, Uyg'urning turmushi. Vatandosh, Uyg'urning turmushi tragedik turmush. Tragediyaning o'zining ma'nosi nima? Tragediya dushmanlashayotgan yoki qarama-qarshilashayotgan ziddiyatlarning eng oxirgi nuqtasi, ya kulminatsiya nuqtasiga yetganda shu voqeaning talabi yoki shu voqea taraqqiyoti xarakterining talabi. Adabiy asarda shundoq talab o'ttirg'i chiqdi, badiiy talab, badiiy maqsad, shuning uchun o'lim bilan oxirlashadigan voqealar va jamiyatning eng yerkinish taraflarini pash qiladigan voqealarning bir gavdasi va uning oxirgi yeshimi o'lim bilan oxirlashadi. Buni biz tragediya deydi. Hozir Uyg'urning tragediyasini, o turmushi tragediya desak bo'ladimi? Yo'q. Albatta bu. Chunki bugun Uyg'ur ko'rayotgan kun aşı tragedik turmuşdun mu olqib ketken ve ölümdün mü dehşetlik kundur. Ölüm ketdi boldu, hemen untudun cahan kaldı. Sen talaşkan dünya kaldı, mani men kettim dedik ketidi. Lekin yaşayotgan Uygur üçün aytkanda Uygur'un bugünkü günü ölümdün mü dehşetlik, ölümdün mü korkunuş yokmuşundak bir gün. Bu kitapta artıkçı mübalığı yok. Mübalık buluş mümkün emas. Sebebi bu real turmuş. Uygur'un bugünkü turmuşu real turmuş. Onun mübalığını koşanmasa. Lekin bir artıkçılığı bu yazgıcımızın kalem tevretkende mesela A abzası bilen bu abzası ne? Bu bab bilen bu bab ne? Bir cümlede tabiat tesiri bilen bir cümlede muşundak bağlap tutaştırıp bugünkü bu badiiy eserini yoki uçurek yoki dokalat edebiyatını o'tirg'i elib chiqibdi. Biz Tahir Hamidga minglarcha rahmat aytamiz vatandosh. Shundaqla mushu kitobni tarjima qilib Amerika xalqiga tunishtirgan tarjimon yigit. Bu Uyg'urlarni biladigan, tushunadigan tarjimon yigit Joshua Freeman. Biz bu Joshua Freeman efendiga bütün Uyg'urlar, nomidan emas, bütün Uyg'urlar rahmat aytamiz. Shuning uchun bu kitobga mukofot bergan Amerika davlatlik kitob obzorchilari jamiyatining John Leonard, Uyg'urchasi vaqti var. John Leonard mukofoti berganligiga bütün Uygur halkı rahmet aytdi vatandaş. Ben bugün bunu
tafsili yazıp çıkan edim. Bu yazıp çıkanımız sizler kayıtı okup bir işle təhlil qılay desem, bu taza qamlaşmayırken ya ki sizler vaqt nelip gididik ya vatandaş. Vaqt nelip geçsin meyliydi, lekin bu sizler ziriktirip koydukken ben. Şun kısqıça işinde sözüldüm. Ben bu kitabını bir qarab, dokulat edebiyat iyi dedim. Ben bu kitabını yana bir qarab, vatandaş nemi dedim. Bu kitabını yana bir qarab, oçerek dedim. Yana bir qarab, nemi desek, qaysı janrdı deseniz, dəvərseniz, buluverdi bu kitap nazir. Vatandaşım, bu bir g'alba qilgan kitap ekan. Mana men o'zim shunday yozdim mana. Qo'lingizdagi bu kitap ne? Dokulat edebiyatiga taalluq büyük eser. Desingizmi bo'laverdi. Qo'lingizdagi bu kitap ne? Oilaviy turmush tasvirlangan bir parcha o'chirik desingizmi bo'laverdi. Qanday tushuntirishni men hozir bilmay qoldim. Men boshda aytdim-ku, buni güzellik nuqtasidan tushuntirish bizga yot. Çünkü biz hazır Uygur milleti musibetteki millettir. Uygur milleti bir musibetteki millettir. Şun biz edebi eserlerge ve bedi eserlerge muamel kılgandımı bunundaki güzellik ameli nime diyememiz. Çünkü turmuş bugünkü musibet işte yaşavatkan Uygurlarının turmuşudur. Yazgıçı Tahir Ahmet kitabı tasvirlegen turmuşunu edebi revişte şer'ileşni layık tapmadım. Başta ettim ben, üzem şundak ettim, ben de şundak dedim. Bedi revişte şer'ileşni layık tapmadım. Çünkü bu eser tasvirlengen turmuş yazgıcı Tahir Ahmet tasavvurundan hasilat emez. Bu herkes tasavvurundan hasilat emez, bu kitap reallik. Sizden, bizden ve sizden uruk tuqqan balıçakınızdan, sizden kardeşiniz, vatandaşlarınız, vatan yaşavatkan Uygur'un beşiden ötken reallik ve kısmetlerdir vatandaş. Belki yazgıcı Tahir Ahmet ve onun ailesinin beşiden ötken içinişlik Uygur hayatının hem görünüşü açık hem manzarası yana açık kısmetlerden ibarettir. Sebebini sürüştürsek, bunun sebebi ne deyimiz? Ameliyatı bir yerde sebep, netice noktayı nazarında felsefede. İngilizcelik David Hume, sebep netice kategorisine kategoriye mevcut demez deydiken, bu doğru çoğun bilim erişka çoğun izniş doğru kildi. Hazırlıkta sebep netice bu kategori şu felsefede. Şimdi sözlenip geldi. Hazır müşahede şuna muhabbet kaldı. Biz bunun sebebini sürüştürsek vatandaşım. Milli zulüm. Yaki bir milletinin ikinci bir yat milletki zulüm kılışı. Yaki bir milletinin ikinci bir milletinin müstemlike kılışı. Müstemlike şeraitidir. Yani şu millet, hükmüran millet, şu müstemlike kılıngan milletki zulüm sılışı. Bu bir zulüm. Ruhi haletini sürüştürsek, azaplanıvatkan vücut, ruhinin nait muşakkatlik bir misafisidir. Zulüm çekivatkan, milli zulüm çekivatkan bir millet ruhinin nait uzundan misafisidir. 70 yılını aldınız keltirin vatandaş, 75 yılını aldınız keltirin. Yani tekrar azaplanış. Jilden jilga. Mesela Xitayda hakimiyetten almışıp duruşu, nemi Sırın ban, nemi 6 ban, nemi 7 ban. Muşundak devirden jilden jilga 5'e geçir. Bugünkü günde toptor 75 yıllık hayatının en yarkın kartinisi bugün Muşu kitapta meyli dokulat edebiyatı şeklinde, meyli uçuruk şeklinde ve yaki meyli edebiyattan kaysı bir janrı da muşundak edebi eser bulup çıkıp yazgıcı Tahir Ahmet'nin kolu verilen İngiliz tiliga tercüme kılınıp hazır bütün dünyaya tarqal deydigan gap bütün. Tekrar azaplanış jarayonidir. Özünün beşinden ötken kısmet ilacısızlık. Tahir Ahmet için ilacısızlık. Bunun ailesi için ilacısızlık. Endi onun yani tasadibi tali oңday kep kalgan bir adam süptide Amerika'ya yetip gelişi.
Mana shularning hammasini qo'shsangiz, bu bir turmush. Uyg'ur turmushining bir oilaning vujudida aks etayotgan ko'rinishi vatandosh. Bir oila, Uyg'ur oilaning vujudida aks etayotgan ko'rinish vatandosh. Qarama. Bütün demişler erişim kılazı. Film tartıştırdı. Azaplanış jarayan özünün başını ötken kısmet ilacısızdır. Lekin ruhi qat'ilik, tan berish. Mesela saqchining oldiga tushib menish, bu bir tan berish, chari yo'q. O zo'ravon, o bir kuch. O kuchning oldi sen bir gavda, bir yagona gavda qarshilik ko'rsatmaysan. Shu bu yerda nima? Tan berish, ruhi qat'ilik, tan berish. Ruhiqat ilik inin ruhi dünyasındaki qarşılık ko'rsatish kuchi yoki uning shaxsiy ruhi dünyasındaki isyon ko'tarish ruhi. Lekin tan berish, zo'ravonlik oldida saqchining oldiga tushib menish, bu tan berish. Ya'ni tan bermaslik, qoyil bo'lmaslik. Nemishqa men seni oldingda manaman, u ruhi dunyodagi ko'rak. Ruhi isyon. Külemsiz qarşılık ko'rsatish. Demek saqchi oldiga selib mangdi, saqchi idorasi bağıçat o'zining beshidan o'tganlarni va o'zining beshiga yani kelishi mumkin bo'lgan voqealarni Tahir Ahmad o'zining shaxsiy subjektiv tasavvurda buni o'ylab mangdi, ham buni kitobi yozmish shaklda o'zining vatandoshlarga topshirdi. Lekin kül isyan ko'tarish, isyan ko'tarish, lekin ko'lamsiz qarşılık ko'rsatish. O'zining sezgi va realliklarning munosabati doirasidan, sezgi bilan reallik o'tirisidagi. Reallikni sezish, bilish va reallik bilan sezgi bilan reallik, real munosabatlar o'tirisidagi. Mushu elishlardan, bu doiradan olqib chiqib, ya'ni o'zining beshiga kelgan qismatlarning do'stlar chambiriga kirib kelish. Dostlar bilan ziyofatda birga bo'lish, dostlarga xotanga tilpin berish, dostlarga turpanga tilpin berish orqali, men boshda aytdim-ku, shu yerdagi makon xususiyatlarini asla kelib Urumchidan iborat bir markaziy makonga bog'lashla emas, bu adabiy asarning qurilmasi qanday tashkillash masalasidir vatandosh. Bunun için balalamıq ama özün kızı Asina'nın g'amkin bir ko'ngilsiz o'yinlish ishiga tushib qolganligi, lekin o'zi javob berolmaydi bu. O'zining atrofida bo'layotgan bu hodisaga u bola kichik bola javob berolmaydi. Biroq bu yerda shoir yoki yozuvchi Tahir Ahmad shu bolalarning bugun bu g'amdan xolos emas ekanligini asariga shunday detal shaklda qistirdi. Bu eser ne? Yani keçide kolga elinişli küçük mavzuluk bu eser ne? Eserinin özü orqılık düşendirip birelmeyimiz. Kendiniz mi? Eserinin özü orqılık düşendirip birelmeyimiz. Bu bizim baha bergiçinin gepi vatandaş. Belki bu eserini yazgıcı Tahir Ahmed'in salayeti ve belki salayetini yaratkan muhit orqılık düşendirip birelmeyimiz. Bu eserde nime değil o da biz onu üzüdün ölüp bizi bilen düşendirip biremeyimiz. Eserde deyilayotgan fikir koyulayotgan detal ve paketlarning hammasini şu paket hazır bo'lgan jamiyat yoki muhit bilan birlashtirib andin tushuntiramiz. Bu yerda bu nimaga bog'liq bo'ladi? Tahir Ahmedning salohiyati. Tahir Ahmed'nin salohiyati. Nima salohiyat vatandaş? Salohiyat belki tabiiydir. O'tganda bir so'z degan temisim chiqib qoldi, bu axloq falsafasidik gap. Salohiyat degan belki tabiiy. Biroq tabiiy salohiyatga ijtimoiylik aralashgan bo'lsa, u muhitdan chiqolmaysa vatandaş. Sen ash muhitning ichida yashaydigan odam. Shunga sen bir xil salohiyat bilan bu muhitga muomala qilaman deyolmaysan.
aşı muhit senin salayetini belgileydi ve yaki aşı muhit senin salayetini inkar kılıdı ve yaki aşı muhit senin salayetini mukumlaştırdı. Muşu muhit iştedeki sen ve senin salayetin. Bugün bu eserinin yazılışı del şu salayetke baklık gördünüz bak. Ten eli sakçının aldığı çöpmeniz roydu ten alması roydu siyan götürür. Karşılık görüştür. Yani bu ziddiyetlikleri ya vatanda. Bugün Tahir Ahmet'nin bu eseri şu kitabı doğrusunda muşinçilik toxtalımız. Hazır ben bunu okup yerimizden köpreke geldim vatandaş. Yerimizden köpreke geldim. Bunun kıstırılgan şiirler var iken asıl Tahir Ahmet bu yazgıçımız bu bala asıl Gonga şiirlerini yazgan jigitken bunun içinden bir neçe aşına keltirilgen, cay keltirilgen şiirlerim var iken endi Xudo xolisa o şiirlerini ayırayım bir tahlil qilish şeklinde ettigenlikki vatandaşlarga topshiramiz. Bu kitapni her biringlar birden setib olib, o'qiydigan yerda, saqlaydigan yerda, ko'rinadigan yerda. Bu kitap men shuna o'ylaymanki, nayt ustulik bilan dedim-ku, ustulik deganda buning materiallik xususiyatini saqlab qolish, badiiyleştirmaslik, badiiyleştirmen deb mubolag'a qilmaslik. Shundaqla buning ham doklad adabiyotlik xususiyatini gavurlantirish. Shundaqla buning bir o'chirik. O'chirik deganda asosligi real voqealarni o'ziga tema yoki o'ziga xom material qildigani. Buni mubolag'a adabiy mubolag'a bo'lmaydi. Biroq yana adabiy tasviriy jumlalar bo'ladi vatandaş o'chirik shaklda. Mushunda qezib topshiribdi. Buningdagi mushuningdan foydalanish qimmatini aytganda Uyg'ur degan millatni Tahir Ahmet mushu kitobi orqali G'arb dunyosiga tonutibdi. Yoki tushuntiribdi. Agar G'arb dunyosi tunib bo'lgan bo'lsa, bu millatni G'arb dunyosi qaytadan tushunishga boshlabdi degan yakuni chiqarsangiz. Öyle sözde desem, karango taşkırı tutsam, harbinin çakı, yani birinin avazı, muşunun üzüm bir hayat vatandaş.